Aziz do'stlar, 2750 dollarga bitgan obyektimizga bitta baho berib qo'ydilar. Usta akamiz Nodir aka tomonidan mana shu chiroyli obyekt bitkazildi. Juda ham chiroyli qilib bitkazib beribdilar. Eng so'nggi rusumdagi fasondan bo'lgan sezon boshlandi. Fasad qismlaringiz mana shu chiroyli remont qilmoqchi bo'lsalaringiz agar usta akamizga aloqaga chiqasizlar. Ekranda mana nomerlarni chiqarib qo'yaman. Chiroyli qilib fasad qismlaringizni bitkazib beradilar. Bu obyektimizni kattaligi kelsak 250 kvadratlik obyekt ekan. 250 kvadratlik obyekt chiroyli qilib bitkazib berganlar. Eng zo'r tomoni usta mahsulot hamma narsasi azizlar o'zlaridan bo'ladi. Siz hech narsa olib bermaysizlar. Pol usta akamiz mahsulotlarni o'zlaridan olib kelib, devorlaringizni mana shu chiroyli qilib bitkazib beradilar. Juda ham chiroyli qilib bitkazib berganlar, lekin bitta remontchaga baho berib qo'yasizlar azizlar. Transit turlari juda ham ko'p. Bemalol aloqaga chiqinglar, xohlagan fasonlaringizni o'rib beradilar. Yaltirashlarni ko'ryapsizlarmi? Polirovka va laklargacha qilib berganlar. Kvadrat metri necha puldan bo'ldi deysizlarmi? 1 kvadrat metri 11 dollardan bo'lgan usta mahsulot hamma narsasi ichida. 9 dollardan boshlanar ekan, to 14 dollargacha transit turlari juda ham ko'p. Bemalol aloqaga chiqasizlar, fasad qismlaringizni chiroyli qilib bitkazib beradilar. Yaltirashlarga bitta baho berib qo'yiladi azizlar. Bizdan qayerdan kuzatyapsizlar? Albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. 12 viloyat bo'yicha xizmatlar bor ekan, bemalol aloqaga chiqasizlar, mana shu chiroyli qilib sifatli qilib fasad qismlaringizni bitkazib beradilar.